Releli stabilizatorlarimiz 1 kW va 2 kW'larimizda ko'rib turganingizdek rozetkasi va rozetga kiradigan proyomi, ya'ni chiqish toki uchun xuddi shunday proyomlari bo'ladi. Undan tashqari yoqib o'chirish uchun tugmachasi va qisqa va uzoq yoqish uchun yana bir tugmachasi bo'ladi. Undan katta bo'lgan 5 kW'li stabilizatorlarimiz va 10 kW, 15 kW'li stabilizatorlarimiz esa ko'rinishcha boshqacha bo'ladi. Ya'niki chiqish uchun o'sha rozetka proyomi bo'ladi. Undan tashqari bu yerda kabel ulash uchun yana kirish joylari bo'ladi. Kirish va chiqish joylari bo'ladi. Bu yerda esa yerlamasi bo'ladi. Bularda 5 kW va 10 kW, 15 kW, 20 kW, ya'ni kilovatiga qarab turib kabel tanlanadi. Kabel tanlanib turib xuddi shu yerga ulanadi. Releli stabilizatorlarimizda qulaylik uchun biz Stark stabilizatorlarimizda yuqorisida ham xarakteristikasi, ya'ni necha voltga javob beradi, necha amper, necha gerz, qaysi kuni ishlab chiqarilgan va to'liq ma'lumotlari to'liq yozilgan bo'ladi. Xo'p, Stark stabilizatorlarimizda bizda hozir laterlilari ham bor. Bu 20 kWlik bir fazali laterli stabilizatorimiz bo'ladi. Bular ko'rib turganingizdek releli stabilizatorlarimizdan nafaqat katta kichikligida, balki umuman boshqacha farq qiladi. Buni o'rami to'liq 100% bo'lishi shart. Sababi mexanizm aylanganini hisobiga agar alyumin aralashgan bo'ladigan bo'lsa, qizib yonib ketish xavfi bo'ladi. Shu sababli bizda Stark stabilizatorlarimiz to'liq 100% obmotkasi misdan bo'ladi, lekin shunga qaramasdan bir va orqada ikkita cooler sovutish uchun sistemasi bor. Ko'rib turganingizdek, bu yerda kondensatorlari, universal platasi, ya'ni bu yerda blok pitaniyasi ham xuddi shuni ichida hisoblanadi. Xo'p, yoqish uchun avtomatlari releli stabilizatorimizda bo'lgan kabi kirish-chiqish joylari va yerlamasi bo'ladi. Undan tashqari to'liq yashilni himoya qilish uchun qo'shimcha yerlamalari ham bo'ladi. Xo'p, bu bir fazali 20 kWli Stark laterli stabilizatorimiz edi. Endi sizlar bilan birgalikda laterli stabilizatorlarimizni 30 kWlik 3 fazasini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, bu stabilizatorimiz oldingi bir fazali 20 kWli laterli stabilizatorimizdan unchalik farq qilmaydi. Shunchaki bu 3 fazaga moslashganligi sababli har bitta faza uchun alohida katoga, ya'ni o'rami bo'ladi. Har bitta o'rami aytib o'tganimizdek 100% misdan bo'ladi. Undan tashqari har bittasida alohida kondensatorlari, alohida universal platalari, har bittasida alohida blok pitaniyalari mavjud. Xo'p, 3 faza bo'lganligi sababli 3P avtomat qo'yilgan. Undan tashqari himoya uchun har bitta faza kirish uchun qo'shimcha himoyalari va kirish-chiqish har bitta faza uchun, har bitta yo'nalish uchun alohida qilib yozib ko'rsatib qo'yilgan. 20 kWli bir fazali stabilizatorimizda bo'lgan kabi shitini himoya qilish uchun yana qo'shimcha yerlamasi va asosiy yerlama esa yashigimizni bu yerda joylashgan bo'ladi. Yashigimiz qizib ketmasligi uchun qo'shimcha nimalarimiz, o'ramlarimiz qizib ketmasligi uchun har taraflama orqasida, oldida, yonlarida sirkulyatsiya bo'lish uchun, havo kirish uchun joylari bo'ladi. 30 kWli laterli stabilizatorimiz 3 fazalik va 20 kWli Stark stabilizatorimiz bir fazalik, ikkalasi bir xil 110 voltdan 250 volt diapazoniga, ya'ni tokingiz 250 voltga chiqib ketsa tushirib beradi, 110 ga tushib ketadigan bo'lsa ko'tarib beradigan holatda ishlaydi. Laterli stabilizatorlarimiz, releli stabilizatorlarimiz hammasi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, monitori bor. U monitorida davlat toki qancha kelyapti, necha volt qilib beryapti va nagruzka kirganda necha amper nagruzka kirayotganini to'liq ko'rsatib berib turadi. Agar sizga stabilizator, laterli, releli stabilizatorlar qiziq bo'lsa yoki bo'lmasam o'rnatish kerak yoki bo'lmasam tuzatish kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing, kommentariylarda savollaringizni yozib qoldiring va eng asosiysi obuna bo'lishni unutmang.